أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli o'quvchilar Savoqdoshlar, Allohning fazli rahmati bilan bugun yana sizlar bilan yaxshilik, ilm, ma'rifat, taqvolik, din islomning haqligini tushundiradigan, bayon qiladigan so'rinda yuz ko'rishdik. Allah bu so'rinlarimizni davom ettirib qilsin. Kitabımızın 24. hadisi An Abi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة فإن أحدكم إذا تودأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. Bu hadisimizde cemaat namazının yalğız o'qigan namazga derecesinin yuqori bo'ladiganligi, fazilatining yuqori bo'ladiganligini bayon qiladigan hadis. Bu hadis cemaat bilan masjid ichida o'qilgan namoz bilan jamoat bilan masjiddan boshqa yerlarda, masalan o'ylida, masalan sahrolida, masalan xizmat qilayotgan o'rinlarda o'qigan namozning farqini bayon qilish bilan birga jamoatlik namoz bilan yolg'iz o'qigan namozning orasidagi farq, fazilat, daraja, savobni bayon qilish bilan birga yana jamoat bilan jamoat bilan namoz o'qishning hukmi farzmi, vojibmi, sunnatmi, namozning shartimi, farz aynmi, farz kifoyimi deganga o'xshagan masalalarni bayon qiladigan hadis. Yana musulmon tahoratni komil, mukammal elib har bir qadamni masjid jamoat bilan namoz o'qish uchun masjid tarafiga olsa, u qadamining badaliga Alloh subhanahu va taolo tarafidan beriladigan mukofot, uningdan afv qilinadigan, o'tiladigan xatolik, u erishadigan daraja va savoblarni bayon qiladigan bir hadis. Va u namoz o'qigan o'rinda, ya'ni masjidda namozga saqlab o'ldigan bo'lsa, u kishi u holda namozning savobini topamdi. Uningga Alloh subhanahu va taoloning rahmatlari tushmamdi degan haqdagi savollarga mana bu hadis javob beradi. Abi Hureyre radhiyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinib mundaq dedi: Jamoat namozi u kishining uyidagi va u kishining ish o'rnidagi, xizmat o'rnidagi namoziga 25 daraja ortiq bo'ladi, ziyoda bo'ladi dedi. Demek fi suq degan bu bozor degan bo'ladi.
baza deb deyişi odamlar satqılı bazaga borgan, og'ili bazaga borgan yoki ko'p mashg'ulotli bazada bo'lganlik uchun bu hadis faqat kichikgina doiradagi bazanilam emas, insonlarning mashg'uloti ko'p bog'langan ishxonalar, do'konlar, tijorat o'rinlari yoki har vaqt o'zininki kundalik faoliyatlarini o'tkazadigan joylarda mayli jamoat bilan bo'lsin, mayli jamoatsiz bo'lsin, o'qigan namoziga ve uyida aile bola chaqalari bilan o'qigan bo'lsin yoki yolg'iz o'qigan bo'lsin, bu o'qigan namoziga uning masjidda musulmonlar bilan jamoatlik holatda o'qigan namozi 25 daraja ortiq bo'lganligini bayon qiladi. Ba'zi hadislarda 27 daraja kelgan, ba'zi hadislarda 25 daraja kelgan. Bu haqda va 25 darajani burun Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Alloh bildirgan bo'lsa, kim 27 darajada bildirgan deguchilar bor. Yana uyda jamoat bilan o'qigan bo'lsa, uning darajasi 25 daraja bo'lsa, masjidga, camiga chiqib musulmonlar bilan o'qilsa, uning darajasi 27 daraja bo'ladiganligi yoki kichik masjidda musulmonlar bilan o'qigan namoz bilan cho'ng jamida musulmonlar bilan o'qigan namozning orasida farq bo'ladiganligini ko'rsatib turadi deydi. Fa inna ahadakum iza tawadda'a fa ahsana, sizlarning biringlar tahorat elib, tahoratni mukammal elib masjidga faqat namozni ko'zlab kelsa, la yuridu illa salat degan namozni ko'zlab kelsa, olgan har bir qadamida Allah subhanahu wa ta'ala u kishiga bir darajani ko'taradi. Lam yahtu xatva degan olmaydi o odam bir qadamni, biroq u qadam bilan degan shunga har bir qadamni Allah olsa, Allah u qadam bilan daraja ko'taradi va u kishidan xatolikni kamaytidi, yo'qitadi u kishi masjidga kirganga qadar. Masjid bilan tahorat olgan her bir o'tirdiki musofirdagi her bir qadamiga namozni o'qishni ham o'ylab, namozni musulmonlar bilan birga ado qilishni ham o'ylab kelgan bo'lsa, ya'ni ixlos. Endi bu yerda namozni o'ylab keldi deyishi, balkim namozga chiqmasam boshqalar ayiblar deb chiqishi mumkin. Yoki boshqalarning namozni o'qish uchun bir boshqalarning oldida hurmatga erishish uchun chiqishi mumkin va hokazo boshqa har turli g'arazlar bor. Bunda emas, namozni o'ylab kelsa, u kishi va iza dakhala al-masjid, masjidga kirgan chig'ida, masjidga kirsa, u kishi namozda bo'ldi, madamiki u namoz uni to'xtatgan bo'lsa, o'sha namozni o'qiyman deb masjiddan chiqmabdi, yo namozni saqlayman deb masjidga chiqmagan bo'lsa, namozda bo'ldi. Va u kishiga malaikalar rahmat yo'llaydi, duo qiladi, madamiki u kishi namoz o'qiydigan so'rnida bo'lsa. Degan holatida ey Alloh, onun günahlarını keçirim kısla, onun rahim kısla deb, madamiki o kişi o mescitte taatını sundurmaya kalsa, oturup taatçınıp ketmegen bolsa, o hükmen namazının onu da bulup, namaz okuganın savabı, namaz okuganın derecesi erişidi. El-ma'na'l 'am umumi manisi. İza kanat salatul cemaati tabdulu salatel ferdi bi 27 derece. وإذا كانت صلاة المرء جماعة في المسجد تزيد على صلاته في بيته أو في مكان عمله ب25 درجة.
Cemaat namazı yalğız o'qigan namazga 27 derece ortiq bo'ladigan bo'lsa, odamning jamoat bilan masjidda o'tgan namozi uning uyida o'tgan namoziga yoki uning xizmat o'rnida o'tgan namoziga 25 daraja ortiq bo'ladigan bo'lsa, kana alal muslim ay yatahammala fi subul al-husul ala hadha al-fadl ma yuqabiluhu min sa'ab wa mashaq min al-wudu' bil ma' al-barid fi shiddat al-bard ومن المشي طويلا لبعيد الدار عن المسجد ومن انتظار الصلاة حتى تقام ولكل من ذلك أجر. Müslüman bu faziletke erişiş yolunda u duch keladigan qiyinchilik, mashaqqatlarga chidişi, qattiq sovuqda sovuq su bilan tahorat ilish, masjidin uyi yiroq bo'lganlik uchun uzun minib selish, namoz o'qilganga qadar namozni kutib o'tirishdan iborat mushaqqatlarni ko'tarish musulmonga lozim. Va likullin min zalika ajrun, mushuning hammasiga ajri bor. Faman tawadda'a va asbagha al-wudu'a va ahsana va tawadda'a وتوجه نحو المسجد للصلاة لا يحركه ولا يدفعه إلا الرغبة في صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد لم يخطو خطوة إلا كان له بها حسنة وإلا مهي عنه بها سيئة من حين يخرج من بيته إلى حين يدخل المسجد. Kim taharet elip taharetni mükemmel, onu güzel elip, mescid tarafga namaz o'qish uchun yuzlansa, u kishini harakatlantiradiğini, u kishini qo'zg'aydig'ini faqatla imom bilan masjidda jamoat namozini o'qish qizg'inligi bu harakatlantirsa, u har bir qadamni olsa, u kishi uchun o qadam bilan yaxshilik bo'ladi. U kishidan o qadam bilan bir yomonligi, gunohi o'chiriladi. U kishi uydan chiqib masjidga kirganga qadar qadamlariga xatolik o'chirilib, gunohlari afv qilinib, savobi, fazilati yuqori ko'tariladi. فإذا دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة أعطاه الله ثواب الصلاة ما دام منتظرا لها. O mescide kirib namazını kütüp oltasa, o kişi Allah Subhanahu ve Teala o namazını kütken müddette namaz okuganlıqның savabını verir. Allah Subhanahu ve Teala malaikelerini Müslümanların cemaatlerine hazır bulup namazlarını kütüp durgan kişilerge dua kılışqa, duasida ey Allah, ularning gunohini kechirim qilgin, ey Allah, ularga rahim qilgin deyishga kutib o'ltiruvchi tahoratni sundurgan muddatda davomli tahoratni sundurmay tahorat bilan turgan muddatda duo qiladiganligiga duo qilganligini Allah subhanahu va taolo ko'ndirdi va buyruq qildi. Demek, mescide berip kalsam, baldır berip kalımen, saklap kalımen, imam çıkıp boğucu turup kalımen demezsin, mescide baldır berip oltağan bozumu, o kişi şu namazı saklap oltağanlığı için, namaz okuymen dep oltağanlığı için, onunla Allah subhanahu ve teala mescidin işçi de la buludiken, birinci şerti, ikinci şerti taharetini sundurmagan halette de buludiken o namazın savabı ve namazın derecesiga erişidi ve namazın savabıga yetidi. Demek
masjidga berish va kelishdagi har bir qadamlar bilan bir xatolikni kaforat qiladi va bir darajasi oliy bo'ladi. Bu hadis masjidga berish, masjidni tashlamaslik, masjidda musulmonlar bilan namoz o'qishga naqadar qiziqtiradi. Al-mabahisul arabiyya, arabcha tadqiq qilinadigan so'zlar. Va salatuhu fi suqihi, uning bazada o'qigan namozi. Al-murad mahallu amalihi, uning xizmat qiladigan o'rni, ishlaydigan o'rni maqsad. Fa ahsanal wudu, ihsanul wudu, tahoratni go'zal, chiroyli qilsa degan, uni mukammal qilish, to'liq qilish va a'zolarini kamil, mukammal yuvish demakchi. Bu yerdagi ihson, tahoratdagi har bir narsada shariatda ihson bor. Tahoratdagi ihson yuvishga tegishli a'zolarini oldirmay, mukammal, to'liq sunnatlariga, mustahablariga rioya qilgan holatda bo'lsa, tahoratni og'uchi o'zining qalbida Rabbiga yuzlangan holatda tahorat qilsa, bu tahoratning eng komil va mukammali. Demak, tahoratdagi ihson, namozdagi ihson, ibodatdagi ihson, har bir narsadagi ihson bu. La yuridu illa salah, ba'zi rivoyatlarda la yanhuzuhu illa salah degan, uni faqat namozla o'rnidan turg'izgan, ya'ni uni turg'izgan, uni harakatlantirgan, uni o'rnidan qo'pqizgani faqat jamoatlik namoz, jamoatni topaman deb qo'pqan namoz bu demakchi. Lam yaxtu xutva, yaxtu yaning zibri bilan yax, sokin, tofish, lam yaxtu, xato, yaxtudan chiqqan. Xatva, buningda qani pish o'qsangiz bo'ladi, lam yaxtu xutva, lam yaxtu xatva deb, har ikkisi durust. Fa iza dakhala al-masjid kana fi salat degan, fi savobi salat, namozning savobi bo'ladi. Hukmida emas, namozning hukmida emas. Chunki u kishiga namozda to'siladigan gap qilish va uningdan boshqa ishlar halol. Shuna namozning savobi bo'ladi. Namozda gap qilmagan bilan u kishi gap qila oladi. Ma kana tahbisuhu ma masdariya, davomi, davom üzülmey bunu bo'lsa deganni o'qib qo'yilgan. Ya'ni namoz uni to'xtatgan muddatda demak. Ma kanat tahbisu degan jumlani masdarga aylantirib mufrad ma'nosida qiladi. Muddata kavnis salat tahbisuhu degan ma'noda. Va tusallil malaika alayh, malaikalardan kelgan salat duo, bandadan kelgan salat ibodat bo'ladi, malaikadan kelgan salat duo bo'ladi, Alloh taolo tarafidan kelgan salat nima bo'ladi? Rahmat bo'ladi. Innalloha va malaikatahu yusalli alaykum deganidek. Madama fi majlisihi allazi yusalli fi degan bu so'z asas kannahu xurja maxrajal g'olib degan, ko'p sonliqni asas qilingan o'rinda chiqarilgan, ko'p sonliqni asas qilgan o'rinda chiqarildi. Maqsad majlisihi allazi yusalli fi degan, namoz o'qigan o'rinda degani, u o'rindan ayrilib, yo'tkilib boshqa yoqqa shunda ketib qolsa bo'lmamdi, u vaqtda savobi bo'lmamdi desa undan emas. Ko'pincha odam namoz o'qigan o'rnidan yo'tkilib ketmaganligi, o'z o'rnida turganligi uchun deyilgan bo'lmasa, namoz o'qigan o'rin masjidning hammini. Maqsad masjidda bo'lsa, agar u odam masjiddan yana bir yerga qo'pib niyatiga davomlashsa, u kishi o'z o'rnida turgan kishiga o'xshash bo'ladi. O tarafdan masjidning ma tarafidan o tarafga borib, oyada bir turaya degan bo'lsa yana bo'lardi. Allohumma g'firlah degan so'zning i'robdan tutgan o'rni tashlangan qalava
şu qalının deyilgan so'zi qailan degan holatda nimani Allohumma g'firlahu demek. Bu söz malaikalarning salatining tafsiri. O malaikalar yusalli bo'lgandan qandaq rahmat qildi ama duo qildi desa Allohumma g'firlahu deb duo qiladi demek. Ma'lum yahdus fi bir rivayette sahih hadiste ma'lum yu'zifi bu yani bir kimga aziyat vermese ma'lum yuhdis. Bunda bo'lganda ikki xil rivoyat kelganlik uchun u namozni saqlab o'ltirgan odamdan talab qilingani ikki ish. O kishi uchun malaikalarning istig'forining davom bo'lishi uchun talab qilindigini ikki ish. Qo'l yo til bilan qashtikilarga aziyat vermaslik yoki u ikkisidan boshqa a'zoli bilan o'zining namoz o'qigan o'rnida aziyat vermaslik, tahorat ustida davomlashish. Bu ikkisi bo'lsalar namozninki savobini bo'ladi. Fiqhul hadis, hadisning mazmuni. Al hadis fi fadli salatul jamaa va fadli isbag'il wudu va fadli al-quta ila al-masjid va fadli intizar salat. Hadis jamoat namozining fazilati, mukammal kamil tahorat olganlikning fazilati, masjidga minib borganlikning, qadam ilib borganlikning fazilati, masjidga borib namozni kutib o'tirganlikning fazilati haqida kelgan. Bu to'rt masalani hal qilmoqchi. Amma fadlu salatul jamaa ala salatul fard fal ahadithul kaseera sarihatun fi annaha تبذل صلاة الفرد ب20 درجة ولا خلاف في ذلك. أما جماعة namazının yalğız o'qigan namazga ortiq bo'ladiganligi nurg'un hadislar o namazning jamoat namozining yalğız o'qigan namoziga 27 daraja ortiq bo'ladiganligini ochiq so'zlaganlik. Buningda ixtilof yo'q. إنما القصد الجمع بين الأحاديث التي جعلت الدرجات 25 والروايات التي جعلتها 27. Şu cemaat namazının yalğız o'qigan namazdan fazilatlik bo'lg'iladigan haqda kelgan hadislar nihoyat ko'p. Bu haqda biz to'xtalmaymiz. Faqat maqsad darajalarni 25 qilgan hadislar bilan uni darajani 27 qilgan rivoyatlarning orasini jug'lash maqsadimiz. Ba'zi hadislarda 27 daraja, ba'zi hadislarda 25 daraja deb kelgan bo'lg'achqa buning orasini qanday tushunamiz? وقد ذهب العلماء في ذلك مذاهب كثيرة فقيل. Ulamalar bu haqda nurg'un qarashlarga ketib qoldi. Faqil dilinde inna isbata abzaliya 27 daraja tatazammanu abzaliya 25 daraja ve la tunafiha. 27 derecenin abzal ekanligini isbotlash 25 derecenin abzal ekanligini ölçüge aladi ve onunla qarshi kelmaydi deganlar bor. 27 degandan onun içinde 26, 25, 24, 23 bulumi bor, bir-biriga qarshi kelmaydi deganlar bor. وقيل إنه أخبر أولا ب25 ثم أعلمه الله بالزيادة. Bazılar tarafından Peygamber aleyhisselam dastlabda 25 derece bilen haber verilgen. Kim onunla Allah subhanahu ve teala ortuğunu bildirip o ortuğu bilen haber vergen, şunun bilen 27 derece bolgan. Birinci kıtımda 25 dereceni bildirdi. İkinci kıtımı kelgen çağda 2 dereceni katıp 27 derecede de onu haber verdi diyenler mi var?
Aldınqıda 27 degan gapning ichiga 25 deganmi kirib ketadi o. Buning o'rtasida ixtilof yo'q deganlarmi bor. ومعنى هذا أن رواية 27 ناسخة لرواية 25. Bu deganning ma'nosi 27 degan rivoyat 25 degan rivoyatni amaldan qoldirdi deganlar. Bu qarash ojiz, zaif, asosi yo'q qarash. وقيل السبع مختصة بالجهرية والخمس مختصة بالسرية. Ba'zanlar 27 daraja oshkor o'qiladigan xutdan, namoz sham, bomdatga o'xshash namozlarga xos 25 peshin, asrga o'xshash maxfiy o'qiladigan namozlarga xos dedi. Va khayrul ajwiba أن الأمر يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة والمحافظة على الهيئات والخشوع وكثرة الجماعة وفضلهم ونحو ذلك. إن يحشي جواب إيش namaz o'quvchilarning ahvoli va namozning ahvolining farqliq bo'lishi bilan farqliq bo'ladi. Ularning ba'zisi 25 daraja bo'lsa, ba'zisi 27 bo'ladi. Namozning mukammal bo'lishi va namozning shakli, xushu'larga muhofazat qilishi, jamoatning ko'p oz bo'lishi va ularning fazilati bo'yicha va bu shuning o'xshagan bu orqali bo'ladi. Namoz o'quvchilarning namozdagi huzurlari, og'an tahoratlari va hokazo buning farqi bilan 25-20 daraja shu bir safda, bir o'rinda, bir imom iqtido qilib turib farqli bo'ladi deyish eng yaxshi javob. وإنما فضلت صلاة الجماعة صلاة الفرد لأن الإسلام حريص على ترابط المجتمع وغرس المودة والمحبة بين أبنائه. Nima uchun yolg'iz ayrim o'qigan namoz bilan jamoat bilan o'qigan namozning fazilati darajasi yuqori bo'ladi degan savolga jamoat namozining yolg'iz o'qigan namozga fazilatli bo'lishi chunki islom jamiyatning mustahkam, mazmut bo'lishiga tirishidi. Jamiyat a'zolari orasida do'stlik, muhabbatni tikishga tirishidi. Laqad wulidal islam fi mujtama'in mubtara la yadummuhu hadab ولا تجمعه غاية يغير بعضه على بعض وتترفع القبيلة على أختها فحارب الإسلام هذه العصبية وسوى بين الناس كأسنان المشط ونادى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. İslam bir maqsad jug'lamagan, bir g'oya to'plamagan, o'zaro bir-biriga hujum qiladigan, qabila o'zining qarindishiga hokavurlik qiladigan chechelang'u jamiyatda dunyoga keldi. Natijada islom bu tarabbozlikqa qarshi turib, odamlarning orasini tog'oqning tishlariga o'xshash takshi barobar qildi va mundaq chaqirdi: ey insonlar, biz sizlarni o'g'il qizdan yaratdik, sizlarni millat qabilaga aylantirdik, o'zaro tunishishinglar uchun haqiqatan sizlarning Allohning qashidagi mukarramroqinglar, sizlarning taqvoroqinglar Allah Teala bilguchi xabardordir deb chaqirdi. Demak, mana bu oyatda birli o'lcham, u o'lcham Allohdan taqvolik qilish, Alloh taolaning mezoniga qaytish. Mana buni bilan ulug', xor
bunun bilan qadrli qadrsizligi farqlanadigan bo'ldi. Shuning uchun bunda jamoatni islom asosliq chin tutishi va mustahkam jamoatga ko'ngil bo'lishi islomning bir hadafi, bir maqsadi bor bo'lganligi uchun. ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. Arabning ajamdan, oq tanlikning qizil tanlikdan farqi yo'q, faqat taqvolik. Va kana la budda min wasail taqudu ila ghars hadha al-mabda. Wa kana la budda min tadribatin amaliyatin تتبع المسلمين على الإحساس بالاجتماع والألفة والمساواة. فكانت صلاة الجماعة يقف المسلمون فيها صفوفا كصفوف الملائكة مستقيمة متراصة المناكب متلاصقة والأقدام متحاذية الغني بجوار الفقير والعظيم بجوار الوضيع. الكل يتحرك حركة واحدة ويسكن سكونا واحد. فإذا ما قضيت الصلاة التقوا وتعارفوا ودرسوا مصالحهم وعرفوا غائبهم. فكانت الفوائد الكثيرة في صلاة الجماعة. فكان الحث عليها والترغيب فيها. Bu prinsipni tikishga yetaklaydigan vositalar lozim bo'ldi. Musulmonlarni birlik, ulfat, barobarlikni his qildirishga odatlantiradigan amaliy chiniqtirish lozim bo'ldi. Shunlashqa jamoat namozi mavjud bo'ldi. Musulmonlar jamoat namozida malaikalarning saflariga o'xshash Rus o'shnilari bir-biriga yemlashgan, chaplashgan, qadamlari takshi barobar, boy, kambag'alning yanida, buyuk cho'nglar, xorlarning yanida hammasi birlam harakat qiladigan, birlam to'xtaydigan holatda turdi. Namoz tugagan chaqda bir-biri bilan uchrashib, o'zaro tunishib, manfaatlarini ugunishib, yo'qlarini biladi, nakatdir. Shunlashqa jamoat namozida nurg'un foyda bo'ldi. Shu jahtidan jamoat namoziga qiziqtirish va jamoat namoziga rag'batlantirish paydo bo'ldi. Mana bu jamoat namozi islomdagi birlik, do'stlik, barobarlik prinsipini musulmonlarga xarakterlantiradigan, odatlantiradigan amaliy chiniqtirish bu. ولما كانت بعض الروايات تربط الفضل بصلاة الجماعة بقطع النظر عن كونها في المسجد أو في البيت أو في المتجر أو في المصنع أو في المدرسة. ولما كانت بعض الروايات كحديثنا تربط صلاة الجماعة الفاضلة بالمسجد قال ابن دقيق العيد. بعض رواياتlar ba'zi rivoyatlar fazilatni jamoat namoziga bog'labdi. Qat'iy nazar u jamoat namozining masjidda bo'lishi, yo uyda bo'lishi, yoki bozorda bo'lishi, yo korxonada bo'lishi, yoki maktablarda bo'lishidan qat'iy nazar. Ba'zi rivoyatlar bizning hozirgi hadisimizga o'xshash fazilatlik jamoat namozini masjidga bog'lagan bo'libdi. İbn Daqiq al-Ayd mundaq dedi. "Vallazi yazharu min al-murad bi muqabil al-jama'a fil masjid as-salat fi ghayrihi munfaridan." Mundaq dedi. "Vallazi yazharu min al-murad" hadisning maqsadidan chiqib turadiğini masjidda namoz o'qish, masjidda
masjidda jamoatning qarshisida iroda والذي يظهر من المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرد. Masjidda jamoat bo'lishning qarshisidagi maqsaddan ko'rinadiğini o masjidning g'ayrida yolg'iz namoz o'qish. Lakinnahu xuruja mahrajal g'olib. Lekin bu asos ko'p sonliqni asos qilgan holatda chiqarildi. Fi anna man lam yahdurul jamaa fil masjid sallamun faridan. Masjidda jamoatga hozir bo'lmagan kishi uyda yolg'iz o'qiydi deb. Demak bu yerda bu hadisda ba'zi rivoyatlarda fazilatni jamoat namozi bilan o'qisa desa, ba'zi rivoyatlarda masjidda o'qisa degan bunda rivoyatlar bor. Ma hadisda bor mana. Bu hadisga o'xshagan. Bunda bo'lgan chaqda masjidda jamoat bo'lib o'qishning muqobilisida uning g'ayrida yolg'iz namoz o'qigan demakchi. وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى 25 على التجميع في المسجد الذي يصلي فيه الجمعة مع تقرير نوع من الفضل الجماعة في غيره. بعض sahabalardan 25 bazı sahabalardan 25 hassigichilik deganni iningda juma namozi o'qiladigan masjidda jamoat bo'lishga cheklab qo'ydi, shuningga bog'lab qo'ydi. Uningdan boshqa jamoat uchun bir turli fazilatni bekitish bilan. Demak, juma o'qiladigan masjidda jamoat bo'lib o'qiganlarga 25 daraja bo'ladi degan shuningga bog'liq. Bundan boshqa yerda jamoat bo'lib o'qiganlarga azroq fazilat bor deganni bekitish bilan. Va ja'an ba'zihim qasru tad'if ila 25 ala tajmi' fi ay masjid dun al-bayt was-suq akhzan bi zahir hadisina ma'a taqrir naw'in min al-fadl lil-jama'a fil bayt was-suq wa nahwihima. Bazı ulamalardan 25 kişilik ziyoda qilishni qaysi masjidda jamoat bo'lib o'qisa buningga bog'lab qo'ydi. Uy bozorda o'qisa bo'lmaydi. Bizning hadisninki zohirini tutib qilib uyda, bozorda va uning o'xshashlarida jamoat bo'lib o'qigan namozga bir turli fazilatni bekitish bilan birga. Bu yerda ikki turli gap chiqdi balla. Birinchi turida 25 darajani nega desa juma namozi o'qiladigan masjidda jamoat bo'lib o'qiganlarga bo'ladi. Uningdan boshqa kichik masjidlarda o'qisa, uning jamoatning fazilati bo'ladi, ammo oningdek bo'lmaydi desa, yana ba'zi ulamolar qaysi masjidda bo'lsin jamoat bilan o'qilgan namozga 25 darajani bog'lagan bo'lsa, uyda yoki bozorda o'qilgan namozga jamoatning fazilati azroq bo'ladi, oningdek bo'lmaydi dedi. والذي تستريح إليه النفس أن التضعيف إلى 25 عام في الجماعات على المنفرد في أي مكان مع تقرير نوع زائد من الفضل الجماعة في المسجد ونوع زيادة من الفضل الجماعة في مسجد الجماعة. وهذا الرأي يعمل بكل الأحاديث مطلقها ومقيدها. İnsanın ko'ngli rahat aladigan qarash 25 daraja jamoatlarga ambuludu yolg'iz namoz o'quvchi ustidan. Ya'ni qaysi yerda o'qisin, jamoat bilan o'qigan bo'lsa 25. Az masjidda masjiddagi jamoatga fazilatdan azroq bir bekitish bilan va masjiddagi jamoatga
masjiddagi jamoatlik masjiddagi jamoatga fazlidan yeni bir ortiqroq bir turini bekitish bilan mana bu ra'yi bu xil qarash hamma hadisga uning mutlaq muqayyadlariga amal qilgan qarashdir. Demak, bu jamoatdagi 25 daraja jamoatlarga am, yolg'iz namoz o'quvchiga qarshi jamoatga am. Ama nerede cemaatlar okusun? Öyde, bazada, mescitte. Ama mescitteki cemaatki bulunduğun fazilet bu başka. Cemaatlik mescitteki cemaatki bulunduğun fazilet yine azrak farklıdır bu kılı halde. Bu fazilet ne hem de? Öyde okugan, bazada okugan, cemaatlar okugan, yalğız okugan, küçük mescitte okugan, çoğu mescitte okugan aralıktaki fark ne? Bir kadar bildiğinler de tushundim. Qaldisqa yanimi takrar diqqat qilsangiz bo'ladi. Vaqtalafal ulama'u fi hukm salatil jamoa. Ulamalar jamoat namozining hukmida bir xil qarash kelamidi. Tadawud az-Zahiri va rivoyatun an Ahmad anna al-jama'ata farzu 'ayn wa shartun li sihhati as-salah. Davud az-Zahiri Davud az-Zahiri degan shu hadisning zahiri bilan amal qiladigan, hadisning mazmuni bilan amal qiladigan bir xil jamoa bu. Bu jamoa Davud az-Zahiri İmam Ahmed'den kelgan bir rivoyat, jamoat farz-i ayn hukmi namozning qabul bo'lishininki sharti deb kelgan. Ana bu haqda intayin deliller güçlük. Nima uchun desa, hatta jang bo'layotgan vaqtda xavf namozidimi, namozning rakatlari, namozning rukulari, namozning holatlarini o'zgartdiki Allah subhanahu va taolo, ammo jamoatni mutlaq amaldan qoldirmadi va jamoatsiz holatda o'qisimi bo'ladi demidi deganga asos qilib turib farz ayn va namozning sahih bo'lishidan sharti degan. Va fi rivoyatin an Ahmad va jamoa min muhaddis Shafi'i annaha farz ayn va laysat shartan li sihhati salah fatasihhu bidunha ma'al ism va istihqaq al-uquba. İmam Ahmad'dan kelgan bir rivoyatda Şafii'nin muhaddislerinden bo'lgan bir jamoatdan kelgan rivoyatda jamoat farz-i ayn namozning durust bo'lishining sharti emas. Shunlashqa namoz jamoatsiz durust bo'ladi, gunohkor bo'lish bilan, jazoga, azobga tegishli bo'lish bilan deb kelgan. Farz-i ayn ama namazın şartı emas. Şartı deganlar zodi yolg'iz ayrim namaz o'qish qat'an durust emas. Xuddi tahoratsiz namaz o'qish durust bo'lmaganidek, jamoatsiz namaz o'qishga bo'lmaydi deganlar. Va jumhurul mutaqaddimin min ash-Shafi'iyya va kasirun min al-Hanafiyya wal Malikiyya annaha farz kifaya. Shafi'i mazhabidan bo'lgan burunqi ilgirki jumhur ulamalar Hanefi mezhebi, Maliki mezhebidan bo'lgan ko'p sonliq ulamalar jamoat farz-i kifoya degan. Chuqur ama hem musulmon jamoatsiz namoz o'qisa qat'an bo'lmaydi. Lekin bir qismisi qolib qolsa sohibul uzrlar, kasallar qolib qolsa-mu, ammo qolsa chuqur jamoat bilan o'qish kerak degan. والمشهور عن المتأخرين أنها سنة مؤكدة. Çünkü ulamalardan meşhur bo'lgan qarash jamoat sunnati muakkada. Ve likullin adillatun zakartuha fi kitabi Fathul Mun'im şerhi Sahihil Muslim. Her bir fariqinin, her bir jamoaning, ulamaning dalilleri bulup ben onu Fathul Mun'im şerhi Sahihil Muslim degan kitabımda sözledim. Ve bu hakta başka kitaplarda bu, yani hadis kitaplarda Nilul Avtar,
Subul Salam degan o'xshash kitoblarni alohida tilga ildiqliq. Ammo qaysi holda bo'lsin jamoat namozi favqulodda darajasi yuqori hukmi yo farz yo vojib. Sunnat-i muakkada degan eng tuvan bo'lgan qarash bo'lib, yana bu boshqa sunnatlarga o'xshamaydigan namozlarning oldidagi sunanul ravatiba, sunanul mustahabba galarga o'xshamaydigan bir sunnat. Ammo fazlu isbag'il wudu tahoratni kamil elishning fazilati. Fafis sahih man tawazza'a fa ahsanal wudu, kim tahorat elib tahoratni yaxshi mukammal olsa, xarajat xatayahu min jasadi hatta taxruj min taht azfari, uning xatoliqlari jasadidan chiqib ketadi, hatto tirnoqlarining ostidan chiqib ketadi deb kelgan. Ammo tazlil xuta ila al masjid va intizaru salat fasayati fil hadis raqm 4 vallahu alam. Ammo masjidga qadam elib berishning fazilati va namozni kutib turishning fazilati yaqinda 34-numurli hadisimizda keladi. Vallahu alam, inshaalloh shu hadisni so'zlaymiz. Demak, bu hadis jamoatning fazilati, tahoratni mukammallashning fazilati, masjidga qadam elib berishning fazilati, namozni kutib turishning fazilati haqida va jamoat namozining hukmi haqida tafsili to'xtalgan bo'ldi. Bu hadislarda ana jamoat namozi necha xilga bo'linadiganligi, zodi kichik masjidlardagi jamoat namozi, cho'ng masjidlardagi jamoat namozi, uydagi jamoat, bozordagi jamoat namozi va yoki yolg'iz o'qilgan jamoat namozi, oiladagi bola chaqalar bilan o'qiladigan jamoat namozi va bunga qarata islomning beriladigan hukmi, savobi, fazilati, darajasi o'xshamaydiganligi bu hadisda tilg'arib o'tildi. Allah subhanahu va taala hammamizni jamoat bilan namoz o'qiydigan, musulmonlarning jamoati bilan yashaydigan qilsin. Allah subhanahu va taala hammamizni jamoatsiz bosh-boshda qilishdan saqlasin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.